Yangi rabochidan sizlar uchun 1.8 lik Lacetimiz sotuvda. Mashinamiz borki, vobshe udar tutibdi. O'zim ham ko'rdim. Yana bitta sizlar uchun ko'rsatib o'taman, dahshat tutibdi. Mashinamiz yili kelakon bo'lsa 2013-yil, motorda, xadavoyda hech qanaqa ishi yo'qdi deylar. Yana o'zingiz uchun tekshirib olaverasizlar. Balon qismiga kelakon bo'lsa 4 ta yangi balon hali taqilgan, yaqinda taqqan ekanlar. Idealni chotki tutibdi. Salonchasidan bitta ko'rib o'ting, salonlari ham chotki. Ko'ryapsizlar, o'zini nimasini yo'qotmagan, o'zini radnoy holatda turibdi. Mashina ko'rib turganlaringizdek mexanika. Yoqilg'i turga kelakon bo'lsa, o'sha siz bilgan bag'aybat metan gaz balonlarda turibdi. Bagaj qismlari ham normalmi. Usta akamiz mashinalari ish uy shunaqa yurganlar. Hujjatlarga kelakon bo'lsa, hech qanaqa muammosi yo'qdi. Xohlagan hujjat bo'layra, general kam оформить daveriniz farqi yo'qdi dedilar. Ha, kraskasiga kelakon bo'lsak, mana shu tarafda ozginagina petnosi bor ekan, qolgan joyi javob dedilar. Yana o'zingiz uchun tekshirib ko'rib bilib olaverasizlar. O'sha siz bilgan yangi rabochilar uchun faqat talashib tortishib yuradi. Shunaqa mashina chiqsa faqat birinchidan bo'lib, podpiska bosishni unutmang. Bundan ham zo'rlar sizlar kutmoqda. Aka nomini qoldirganimizda bemalol aloqaga chiqib o'zingiz gaplashaveringlar. Sog' bo'ling.